Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Sirdaryo viloyati Qaysi tumani? Sayxunobod tumani. Sayxunobod tumaniga 25 kunlar oldin zaklat qilib zakaz berdilar. Shunga 2 moslik otga mo'ljallab prinsipga berdik. Hozir pullarni berdilar. Mana bu hujjatlarni nomlariga yozdik akajon. Yaxshi kunlaringiz nasib qilsin. Rahmat aka. Sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul aka. Qoladiganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Zo'r 2 xonalik otlarga mos zakaz bilan. Zakaz bizga yoqdi. Ko'nglimizda bu. Mana shunaqa 2 moslik 2 ta ot turadigan tentlari mana bu yoqda g'ildiragi bor. Laset Gentra mashinalarida farkopkalar bor ekan, Captiva'lari ham bor ekan. Shunga farkopkalarni bonusiga qilib berdik, hujjatlarni ham qilib berdik. Zotlar otlari bor ekan, shunga 2 ta nima qiladigan mana bu yoqda eshikni ko'rsatib, orqadan minib oldidagi eshikdan chiqadigan bo'ladi. Mana shunaqa 2 ta otga mo'ljallangan. Bu yog'ida bittasi mana bu eshikni ham ochiladi. Bittasini tushirgandan keyingisini tushirib olamiz. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin akajon. Rahmat aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Tana 2 mosli prinsipimiz Sirdaryo viloyatida.